Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Shuhrat Tuzning ashaddiy obunachilari, chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari, o'rdak ishqibozlari. Akalar, mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani o'sha arzonchilar va optimchilar yig'ilgan Saroy qishlog'idamiz. Akalarimiz telefon qilib aytishyapti. O'rdaklarni ham chiqaring deyapti. O'shanga biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'ida bir dehqon akamizda boqilayotgan o'rdak, g'oz, qush hamma turidan bor. O'shalar avzorini beramiz akalar. Bularni bir boshqadan ko'rsatib o'tamiz. Hafta kuniga keladigan bo'lsak, hafta kuniga shanba kuni 18-iyul haftaning shanba kuni. Akalar, kanalga bittadan like bosib, paddishga qilib turaverasizlar. Kanalda yangimiz, inshaalloh nariga kanalimiz bekilib ketgan sababli Shuhrat Tuz kanalni olib borishga harakat qilamiz akalar. Mana bunaqa o'rdak, g'oz qandayligidan boqiladi, qachon olingan, hamma turni iloji boricha yoritib berishga harakat qilamiz. Uni oldimiz biz bir boshqadan ko'rsatib o'tamiz akalar bularda. Mana bu yerga shu suvlar to'ldirib qo'yiladi, hamma shayda suzib kunduz ochiqlik gap chiqiladi. Ashkataklarda yotib yuraveradi akalar. Qani bo'lsa dehqon akamiz sizlar bilan bir so'rashib olamiz. Assalomu alaykum. Sizmisiz? Yaxshimisiz? Yaxshi rahmat. Akalar, bugun endi bayda soni bir necha boshcha bor bularda? 200 tadan oshiq. 200 ta oshiq bular. Shu o'rdak, g'oz, hammasi har xil. Jo'jalar ham bor. Jo'jalarni ham ko'rsatib qo'yamiz. O'sotqanlari bor. U jo'jalari. Ular bir boshqadan g'ozlar va mana bular. Bular yosh kattaroqlar shekli. G'ozlar kattaroqlarni. Shu xotirjam yuradi akalar. O'rdaklar bor mana. Boqayotganlarni ham bir ko'rsatib o'tamiz bularda. Inshaalloh bir ochiqlikdan ko'rsatib qo'yamiz akalar. Bosib yotibdi mana uyda ham ochib chiqadi yaqinda. Bu tomonlardan mana arhash ko'l qilib qo'yiladi, yotaveradi shayda. Tuxumlar, tuvana tuxumlar ham shu chekkada yotibdi akalar. Mana bu tomondan ham bir ko'rsatib o'tamiz akalar. Kanalga bittadan like bosib turaveramiz inshaalloh. Ana bo'lsa ketak ichidan ham bir bular obzorni beramiz. Ham tovuq, ham o'rdak bosyapti. Ham tovuq, ham o'rdak bosyapti. O'sha bir bosishda. Yarmi dakandi tuxumi, yarmi dakandiki, yarmi o'rdakniki ikkovi bosyataveradi. Bosib damdan bosib. Damdoli yotishaveradi. Mana bunday bular jo'jalarni ko'rsatib qo'yamiz. Yonidan ham qorni sanash tashqariga chiqib yeb yuraveradi. Va xotirjam, qovun, tarvuz hamma narsa beriladi. Don-pon, o'tlarni, qovun, tarvuzlar, donlar yeb yuraveradi. Sir bo'lmasa bu ochib chiqqan bu tomonda. Ochib chiqqan. Sir bo'lmasa bular qanchadan biri boqiladi? 3-4 yildan biri boqib yurilaveradi. O'zi ko'payib ketaveradi ana. Bosiyotganlarni ham bir ko'rsatib qo'yamiz video davomida. Akalar, kanalga bittadan like bosib turaveramiz. Bu bolalar mana. Bu tomonda ham yuribdi, o'sha kataklarni katta qilib qo'yilgan mashina yuraveradi akalar. Yozg'aring kunduzgi joyi ham bor. Kunduzgi joyi ham bor. Hozir ularni ham o'sha video davomida bir ko'rsatib ketamiz akalar, iloji boricha. Mana bular suvlarchi yurishaveradi. Masalan, bir g'ozani ushlab ko'rsataylikmi? G'ozani ham bir ko'rsatib qo'yiladi. Erkagi. Yaqinda ochdi, bolalarni sal. Valloh Padarka qilib yuborildi. Ha, berib ham yuborildi. Bu taxminan necha kilo chiqadi hozir? 8 kilo 10 kilo chiqadi bular. Mana bular o'rdak o'sha jo'jalar. Ular yaqinda ochib shekilli. Ular yaqinda ochdi. Har xil pakalinglar bor. Emas, har xil endi kattada yuraveradi. 40 kunlik bo'ldi. Mana ular 1 haftalik. Ular 1 haftalik, 40 kunlik, 3 kunlik, 5 kunlik endi ochaveradi deydi. Soni ko'p. Soni chekishmadi. Tarvuzlar beriladi, yeb yuraveradi akalar. Qovun, tarvuz, hamma narsa bor. Bug'doy. Hamma narsani berilaveradi akalar. Soni o'sha bir 200 ta plus minus. 200 ta plus aniqrog'i. Tepalari bunday, mana bunday bekitib qo'yilgan bularni. Kanalga like bosib turaveramiz. Qo'ldan kelgancha sizlarga obzorni berib yurilaveradi.
Qushlardan himoya uchun tepalarni bekitib qo'yilgan. Go'jalar ketmasligi uchun endi qirg'iy sorlar endi olib qochib ketishi mumkin bu. Yangi ochib ketgan jo'jalarni olib qochib ketadi. Mishiq ilgari yeb ketmasligidan, tulkilar yeb ketmasligidan bekitib qo'yilgan akalar. Qo'ldan kelgancha obzorni olib beramiz akalar bo'lmasa. Mana shuni ham shab ko'rsataylikmi? Ashularni ham o'rdaklar. Ko'zga tashlangan deydi-yu akalar. Ularni ham bir ushlab ko'rsatib qo'yamiz. Taxminan necha kilo chiqadi bunisi? 4 kilo chiqadi. 4 kilo, 5 kilo chiqadi endi o'rtacha. O'rtacha shu yosh necha yosh shuna? Ular 2 yillik. 2 yillik, 2 yosh. 2 yosh, 2,5 yosh bor. Endi bular jo'jalar sekin-sekin katta yuraveradi. Akalar kanalga like bosib turaveramiz. Dada. Ular bir qator yana ko'rsatib o'tiladi. Bular mana bo'lsa bugungi videomizga yakun yasaymiz deb bugungi videoga yakun yasaymiz. Video davomida xato va kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz deb bugungi videoga yakun yasaymiz. Kanalga bittadan like bosib turaveramiz.